Farzandingizni geniy qiluvchi ertalabki 3 odat. 3-odat nafaqat farzandlaringizni, balki sizni ham muvaffaqiyatga yetaklaydi. Birinchisi, ertalab hech qanday telefon bermang, chunki bolaning miyasi endigina ishga tushadi. Dastlabki yarim soat yoki 1 soat qanday o'tishi butun kun davomida bolaning diqqatini va kayfiyatini belgilab beradi. Ikkinchisi, tana haqida g'amxo'rlik qiling. Gap faqat yuzni yuvish yoki tishlarni tozalashda emas. Eng kamida 2 daqiqalik yengil badan tarbiya qilish muhimdir. Shuningdek, 1 stakan suv ichish shart. Afsuski, ko'pchilik bolalarni ertalab suv ichishga o'rgatmaydi, lekin miya faol ishlashi uchun suyuqlik juda zarur. Uchinchisi, juda sezilmaydigan ammo muhim odat. Kuniga 5 daqiqa reja tuzish. Kichik yoshdagilar buni og'zaki aytishsa ham bo'ladi, kattaroqlari esa kundalik yoki telefon yozuvlariga 3-4 ta band yozib qo'yishlari muhim. Bugun nima qilishni, nimaga intilishni istashadi. Bu odat intizomni shakllantiradi, xarakterni mustahkamlaydi va bolani mas'uliyatli hamda mustaqil bo'lishiga o'rgatadi. Ertadan boshlab bularni qo'llashga kirishsangiz, kommentariyada bolam daho deb yozib qoldiring. Bizni Telegram tarmog'ida ham kuzatib boring. Telegram kanalimiz profil shapkasida.